transport dzywa maktabi, sport maktabi. Assalomu alaykum. Hurmatli kuzatuvchilar, mana biz Denovdagi Dzyudo maktabida turibmiz hozir. Bu maktab yangi qurildi. Uni qurilganiga 2 yil, 3 yil bo'ldi. Bu sobiq markaziy o'yingohni bazasida qurilgan. Mana u narada o'quv binolari, mana o turbunalar, o'yingoh, mana ikkita zal, gimnastika zali va sport o'yinlari zallari turibdi-da. Yaxshi mana bu rezina qoplangan yugurish yo'lakchasi ham juda ajoyib. Yaxshi qilingan mana bizni xalq bu yerda sport bilan shug'ullanib o'zining sog'liklarini tiklab yuribdi. Lekin bir narsaga e'tibor bering, mana bu gimnastika bilan shug'ullanadigan turnirlar turgan joylarda ahvolini qarang-da, mana. Yer loy, tuproq, mana hozir ertaga yomg'ir yog'sa loy bo'ladi. Mana turnirning ahvolini qarang. Mana temirlari chiqib yotibdi, buni ahvolini qarang. Mana bu brus bo'lsa 50-chi, 60-chi, 70-chi yillarda bruslari mana. Bu yerda mana o'tadigan mana turniket ahvolini qarang mana. Mana ko'ryapsizmi? Bu nimagadir bizni rahbarlarimizning mas'uliyatsizligimi deymiz? Yo o'sha o'zining sohasiga panja orqasidan qarash deymizmi? Hech narsa xarajatni ko'p talab qilmaydigan narsalarga kelganda, hali tuya elak kelganda bo'y degandayin mana shu yerga qo'yganda qolib ketganda shu narsa. Buni qilish nima qiyin narsa emas-ku. Bu nima ahvol bu? Nimaga mas'ullar ishlamaydi? Doim turtish kerak. Yo yuqoridan buyruq kelish kerak. Nega o'zlari qilishmaydi shu narsalarni? Mana sizga. O'ylaymanki, mana shu mas'ullardan bu videoni ko'radi-da, bir chora ko'radi degan umiddaman. Mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.